Bunaqasini menimcha hozir O'zbekistonda ham yagona bitta desak, menimcha yanishmasa kerak. 2012-yil ishlab chiqarilgan Epica. Masla, yangi. Mashinaning holati juda ham ideal. Ko'ramiz. Salafallari hali yechilmagan. Mana qarang. Motorni atsekka e'tibor beramiz. Motorni atsek. Mana holat. Bitta akkumulyator almashtirib qo'ydik. 2012-yilda amir yoturib. Almashmagan, mana berkalarga e'tibor beramiz. Teyilmagan mana. Zavodskoy bo'lib turibdi hamma narsasi. Mana rangi ko'k. Almashmagan, original, toza. Voy, mana bu kalit, o'sha 2012-yillik kalit qarang, hali olib ishlatilmagan ham. Dokument kitoblari. Bismillahirrohmanirrohim. Mana, ko'rdingizmi? Tushmagan hali. Hali tushmagan. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi, hali tushmagan. Kimga agar Epica original haydayman, o'zini Epicani juda ham ishqibozlar bo'ladi. Men o'zim ham ishqibozman Epicaga, to'g'risi. Agar kimga kerak bo'lsa, rangi oq, 2012-yil ishlab chiqarilgan, probegi 6000. Telefon qilinglar. Raqam qoldiramiz, pastdagi raqamdagi telefon qilinglar. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Sodalashamiz xudo xolisa. Mashina toza, bitta dona bunaqasi.